Peshob kelishi bilan bog'liq muammolarni 40 yoshdan oshgandan keyin qaysi kasalliklar shakllantirishi mumkin? Birinchi o'rinda mana shular haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Bular bo'lishi mumkin: prostatit, adenoma, prostata bezidagi, sidik kanaldagi torayish holatlari, qovuqda qisqaruvchanligini buzilish holati hamda eng yomonlardan biri rak. Rak ham kuzatilishi mumkin. Endi shikoyatlar bilamiz, kimdadir tez-tez peshobga chiqish kuzatiladi, kimdadir tomchilab qolish, kimdadir yana kechasi bilan uxlolmasdan siyib chiqishlik, yana kimdadir oz-ozdan achishib siyish va shunga o'xshash shikoyatlar. Endi uy sharoitida qanday yo'l tutishimiz kerak? Nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? Qachon shifokorga borishimiz kerak? Qachon kerakli tekshiruvlarni o'tib qo'yish kerak? Ya'ni har 6 oyda yoki 1 yilda tekshiruvni o'tib turish kerakligi. Bular ham videoni sizlar uchun foydali qismiga aylanadi deb o'ylayman. Bo'lmasa boshladik. Uy sharoitida sizda agarda yengil darajada peshob kelish bilan bog'liq shikoyatlar boshlandi. Misol uchun kimdir tez-tez peshobga qatnaydi, kimdadir noxushlik qovuq sohasida, yana kimdadir achishish holatlari bor. Bu holatlarda agarda siz jiddiy bir sababni yoki shikoyatni ko'rmasangiz, men hozir tavsiya qilib sanab beraman. Shularni uy sharoitida bajarsangiz, albatta yordami tegadi. Bulardan birinchisi, siz uchun eng muhimlardan biri sovuq, ya'ni o'sha yoqmaydigan, bizni issiq ushlashga undaydigan, shu ota-bobolarimiz davridan beri tavsiya etib kelinadigan oyoqni issiq ushlash, issiq qilish kerak. Kechqurun ishdan keyin albatta issiq vannalar yoki yana bir oddiy yechimi bor. Hozirgi kunda maxsus parafinlar chiqqan, elektrik bemalol qizdirib, yotishdan oldin qovuq sohasiga 20 minut atrofida qo'yib yotsangiz, juda ham katta foyda beradi. Endi ovqatlanishdagi xatoliklarimiz, ya'ni achchiq, sho'r, gazli ichimliklar va yana bir eng muhimi bu kofein, ya'ni kofe. Bularning hammasi sizda tez-tez peshobga chiqishga provokatsiya, ya'ni undaydi. Mana shuning uchun bunday ichimliklar, bunday oziq-ovqat mahsulotlaridan to'liqligicha chegaralashingiz kerak. Keyingi beradigan tavsiyam foydali mahsulotlar. Bularning ichida eng zo'ri klyukva. Klyukva ekstrakti. Kimdadir klyukva mevasini topish mumkin, kimdir dorisini topish mumkin, ya'ni ekstrakt holatidagi ajratilgan holatini. Yana kimdadir umuman klyukvaga bog'liq bo'lgan biologik aktiv qo'shimcha tarzida ishlab chiqarilgan maxsus dorilardan foydalanish mumkin. Bularning eng zo'r tomoni antibakterial xususiyatga ega. Ya'ni sizdagi aynan o'sha yallig'lanishga bog'liq bo'lgan bakteriyalar bo'lsa, shularni bartaraf qilishga tabiiy yechim hisoblanadi. Bemalol uy sharoitida bulardan foydalanishingiz mumkin. Hech qanday shifokor retseptisiz qilishingiz mumkin bo'ladi. Yana bir oddiy, lekin ko'pchilik ahamiyat bermaydigan ko'rsatkichlardan biri iloji boricha suyuqlik miqdorini biroz ko'paytirishimiz kerak. Endi hayron bo'lishinglar mumkin. O'zi tez-tez peshobga chiqayotgan bo'lsak, yana suyuqlikni ichishni ko'paytiramizmi deb. Juda ko'p holatlarda agar yengil darajadagi oddiy yallig'lanish jarayonlari bo'lsa, sizda suyuqlik miqdorini ko'paytirish bu o'sha yallig'lanish jarayonlarini hamda bakteriyalarning tezroq yuvilishiga yordam beradi. Agarda buni qilsangiz, u sizga qaytaga aks ta'sir qiladigan bo'lsa, u holatda demak biling, sizda o'sha jiddiy muammo boshlangan. Mana shu qisqa bo'lsa-da kerakli uy sharoitida qilinadigan ishlarga yana bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Bu sport. Har doimgidek qon aylanish qancha kuchli bo'lsa, kichik chaqnoq a'zolardagi muammoda shuncha to'g'ri yechim bo'ladi va immunitet o'zi ko'tarilib, organizmingizni o'zi sizni kasalligingizni davolaydi. Ya'ni bunda hech qanday dori vositasi kerak bo'lmaydi. Endi bu berilgan tavsiyalar sizga mabodo yordam bermadi. U holatda bilingki, sizda kasallik o'sha doktor e'tibor qaratadigan darajaga yetib borgan. Siz kerakli shifokorga, ya'ni urologga murojaat qilishingiz kerak. Qachon shifokorga murojaat qilish kerak? Qanday tayyorgarlik bilan chiqish kerak shifokor qabuliga? Bu haqida hozir tushuncha beraman. Shifokor qabuliga borishda albatta peshob qilmagan holatda, ya'ni borayotgan vaqtingizda siydik qopida ma'lum darajada siydik bo'lishi kerak. Hamda imkon darajasida choy ichmasdan borganingiz ma'qulroq. Mana shu tayyorgarliklar o'zi kifoya. Endi ba'zi bir holatlarda sizda
safarda bo'lasiz yoki boshqa joyda shifokorga borish imkoniyati bo'lmaydi. Lekin sizda tez-tez peshobga qatnash, qoldiq siydik qolish hissi va shunga o'xshash shikoyatlar bor. Unday bo'lsa, siz aptekadan bir dona dori vositasidan foydalanib turishingiz mumkin shifokor oldiga borgunizgacha. Bu tamsulazin. Ko'pincha 40 yoshdan oshgan erkaklarda prostata bezida adenoma yoki prostata bezining yallig'lanish jarayonlari kuzatiladi. Bunday holatlarda bu dori vositasi sizga siydik kanallarini bo'shashtirish imkoniyatini berib, tez-tez peshobga chiqishingizni kamaytiradi, qoldiq siydik qolishini ma'lum darajada bartaraf qiladi. Bu ham kim uchundir foydali bo'lishi mumkin. Bitta ogohlantirish bermoqchiman. Agarda peshobda qon belgilarini ko'radigan bo'lsangiz, hech qanday uy sharoiti bo'lmaydi. Faqat shifokorga yugurish kerak. Chunki bunga asosiy sabab qovuqda tosh, qanaqadir rak holatlari yomon sifatli yoki travmalar va o'tkir yallig'lanish holatlaridan dalolat berayotgan bo'lishi mumkin. Unday holatda uy sharoitida hech narsa qilmang, tavsiya qilmayman. Aytgancha, antibiotik masalasiga keladigan bo'lsak, ba'zi bir bemorlar peshob kelishi bilan bog'liq muammodan darrov antibiotik ichishni o'ziga ma'qul deb biladi. Aslo. Antibiotikni faqat shifokor qabulida, shifokor tavsiyasi bilan olganingiz eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Sababi, siz erkak kishisiz. Prostata bezidagi muammolarni faqatgina o'zini himoyasi bor. Ana shu himoyadan o'ta oladigan antibiotikni yordam beradi. Bu antibiotiklar sanoqli. Lekin siz ichayotgan antibiotik bu himoyadan o'ta olmasligi mumkin. Ya'ni bekorga organizmingizni zaharlab, ortiqcha pulingizni behudaga sarflayotgan bo'lasiz. Uy sharoiti uchun maksimal darajada foydali videolar tayyorlashda davom etamiz. Bunday videolarni o'tkazib bormaslik uchun albatta obuna bo'lish esdan chiqmasin.